beriladi. 2 yillik o'zida bilan 25% beriladi. 25% beriladi. Chorvachilik, parrandachilik, issiqxona, mana shu yo'nalishlarda qilishlaringiz mumkin. Agar kim murojaat bo'lsa, bemalol murojaat qilaversin. O'sha ro'yxatga olib, sizlarning o'sha murojaatlaringiz yuzasidan yechim topamiz masalalaringizga. Mana murojaat bor. Adorbeyevich. Men 50 million kirib olmoqchiman. Chorva masalasi bo'yicha. 5-martda topshirganman. Bugunchisida 12 mi? Lekin hali ishim bitmayapti. Sanoat kim? Otabek. Adorbeyevich. 50 million kirdi. Bu o'zi qancha vaqtda bitishi kerak? Qonun doirasida ko'rib chiqamiz murojaatni. Bitta murojaat bitta arizda 15 kun davomida ko'rib chiqiladi. Shu yuzasidan o'sha navbat kelganda kirish masalasini yechib beramiz. Ro'yxatga oldim, reyestrga qildim. Kirish masalasini yechib beramiz. Alisher Alifovning xo'ja rahbariman. Menga vaqtda imtiyozli kirib tomonidan lizingga 300 million ko'chirib berishni so'rayman. Agar imkoniyat bo'lsa, yo'qolg'i paxta ekin boshlandi. Tayyorgarliklarni paxta ekish mavsumi harakat bilan 1-aprelgacha ekib tugatamiz degan niyatdamiz. Shular, rahmat.